Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Algoritm darslarini davom ettiramiz. Bugun 12-dars operatorlar nima mavzusi. Operator bu amal bajaradigan maxsus belgi hisoblanadi. Buni maktabda o'tgansizlar. Ko'paytirish, bo'lish, foiz, ayirish shunaqa mana. Qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish qoldi. Tushunarli? Endi qo'shish operatori ikkita qiymatni bir-biriga qo'shadi. Mana A bilan B korobka turibdi. Ichida pomidor turibdi. Bu yerda 6 ta pomidor ikkita pomidor bor yoki olma deylik. Mana 8 ta bo'ladi, to'g'rimi? Va uni endi biz qo'shishni qanaqa bo'ladi desa, mana biz har doimgidek Python online editorini ochib qo'yibmiz. Endi bunga nom beramiz. Mana korobkaning nomi A degan. To'g'rimi? A ni yozamiz. Demak, A da nechi bor? Ichida 5 ta olma bor. Endi B ni ichida nechta olma bor? 2 ta olma bor. To'g'rimi? Endi uni qo'shish kerak edi. Qo'shish uchun biz nima qilishimiz kerak? O'zgaruvchi olishimiz kerak edi. O'zgaruvchi nima? Quti. Tushunarli? Endi masalan yig'indi deylik, mana yig'indi deb yozib qo'yibmiz darsda, tushunarli bo'ladi. Endi buni qo'yish kerak ikkalasini. Demak, yig'indi A plus B ga teng bo'lar ekan. Tushunarli? Endi buni ekranga hamma ko'rinish uchun nima qilamiz? Print bilan yig'indini yozib qo'ysak bo'ldi. Tushunarli? Mana natijani ko'ramiz. Mana 7 chiqdi. Masalan, buni 6 qilaylik. 6 ta chunki olma yoki pomidor bor. Mana natijani ko'ramiz. Demak 8. Tushunarli? Endi ayirish. Ayirish ham xuddi shunday. Mana ism degan korobka bor, ichida Ali bor. Demak, bunda nima bo'ladi? Misol 100 so'mdan 30 so'm ishlatilsa 70 so'm qoladi, to'g'rimi? 100 so'm plyus bor, 30 so'mni ishlatsangiz 70 so'm qoladi. Endi buni nima qilamiz? Buni o'chiramiz. Demak, menda pul qancha bor edi? 100 so'm bor edi. Endi ishlatildi. Qancha ishlatdik? 30 so'm ishlatdik. Endi qoldi qancha bo'ladi? Uning uchun nima qilamiz? Demak, puldan ayiramiz ishlatildini. Tushunarli? Endi natijani ko'rish uchun ekranga chiqaramiz. Demak, qoldi. Tushunarli? Natijani ko'rsak 70 chiqdi. Oson ekanmi? Keyingisi ko'paytirish operatori. Qiymatlarni bir-biriga ko'paytiradi, buni bilasiz. Endi faqat biz hozir bilgan narsangizni mana kodga aylantiryapmiz. Bu ham juda oddiy. Darslarni boshidan ko'rishni tavsiya qilaman, shuning uchun. Endi nima bo'ladi? Bizda 4 ta korobka bor ekan. Endi 4 ta korobkani ko'paytirish uchun, demak, misol 5000 so'mlik narsadan 4 ta olsa, jami 20000 so'm bo'ladi, to'g'rimi? Endi uni nima qilamiz? Demak, biz kod ko'rinishida yozamiz. Narx 5000 so'm ekan bittasi korobkada. Nimadir bor, korobkaning ichida 5000 so'm ekan bittasi. Demak, nechtadan olamiz? 4 ta. Endi jami nechta bo'ladi? Ko'paytirsak, demak, narxni mana bunday belgi bilan donaga ko'paytirib qo'yamiz. Print yozsak, demak, jam. Natijani ko'ramiz. Mana 20000 so'm chiqdi. Tushunarli? Oson ekan. Keyingisi bo'lish operatori. Birinchi qiymat ikkinchisiga bo'ladi, bilasiz uni matematikada. Endi buni kodga aylantiramiz. Endi bitta narsa eslatma bo'lyapti. Python bo'lish natijasini ko'pincha 80 nuqta, ya'ni qoldiq 0 ko'rinishida chiqaradi. Bu ham 80 degani, xavotir olmang degan. Demak, mana boshladik. Masalan, yig'indi bizda nima yapti? Demak, 240 bor soni. Mayli, oddiyroq qilaman. 8 deylik. Bizda son nechidir? 2 deylik. Tushunarli? O'rta deb yozib, yig'indini bo'lamiz. Bo'lish drop ishlatiladi. Demak, songa. Tushunarli? Printni bossak, ekranga nima chiqadi? 4 chiqadi. Mana 4.0. Buni keyinroq darslarda bilaverasiz, nimaga nuqta 0 chiqyapti. Buni tushunarli, bo'lish ham. Endi qoldiq operatori, qoldiq foiz masalasi. Endi buni nima qilamiz? Demak, 7 ni 2 ga bo'lsak 3 tadan tegadi va qoldiq bir qoldiq qoladi. Masalan, 7 ni 2 ga bo'lsak 3 matematikada bilasiz, 6 bo'ladi, bir qoldiq qoladi. Endi Pythonda nima bo'ladi bu? Buni endi bitta qilib oson yozsak ham bo'ladi bunday shaklda. Tushunarli? Mana 7 foiz 2. Keyingisi yana bitta yozibdi, misol masalan 8 foizi 2 deylik. Endi buni birdan natijani ko'raveramiz. Mana 1.0. Qoldiq bu, qoldiqni ko'rsatyapti, tushunarli? Demak, bizda qoldiqni foiz bilan ko'rar ekanmiz. Demak, eng muhim qoida qo'shadi plus, bu ko'paytiradi, bu belgi ayiradi, bu bo'ladi, bu qoldiqni topadi. Tushunarli? Bugungi dars shu. Demak, mana buni hisoblaymiz. Pythonda o'zingiz hisoblab chiqasiz buni, tushunarli? Manda yozib o'zingiz hisoblab chiqasiz buni. Keyin mana uyga vazifa bor.
namuna ham bor birdan. O'zingiz bajarib, mana buni ham o'zingiz bajarasizda, izohlarda yozishingiz mumkin, tushunarli. Keyingi darsda biz taqqoslash operatorlariga o'tamiz. Barchaga rahmat, salomat bo'ling.